Assalomu alaykum bolalar. Bugun admin Windows koddan qurib chiqamiz полностью. Короче, retsessiyani bosamiz. Mana bu yerda rubl turibdi. O'shani o'zgartiramiz hozir O'zbekiston. Bu yerda ham davlat O'zbekiston qilamiz. O'zbekiston elektron pochta. Endi sizlarda o'zlaringda bor elektron pochtani kiritasizlar. Menda bor hozir. Shu bilan kod qo'yapti. Короче, mana pastki promo kodga qaranglar. XV 3D promo kodini kiritasizlar, bo'ldi. Bitta bosasizlar. Все. Mana bu yerga telefon nomeri turadi. O'sha yerga telefon nomerlarini kiritib ketasizlar, bo'ldi. Все. Hamma narsa tayyor. Promo kod bor, bonus beradi. Hozir qarab turinglar. 15 minut kutasizlar, o'zi bo'ldi. Ochildi. Короче, bolalar buni telefon olib qolib, o'shaning uchun ekran o'chib qolibdi, bo'ladi. Qaranglar, O'zbekiston bosasizlar. Mana bu yerda humo viza chiqadi-da, hozir mana chiqmayapti, nimagadir xuy yo'znaydi, короче. Mana bu yerdan shotni yana qo'shib olaydi jalla. Bitcoin, bor bu yerda. O'zbekiston. David. Все. Bile açarlar İngiliz. Все açıldı. Короче. Bu zaybal qo'yar ekanda. Короче, men pul kiritish bo'yicha meni chiqib ko'rdilaringmi? Qilsa bo'ladi, любой narsani qilsa bo'ladi. Promo koddan ro'yxatdan o'tinglar, 100% bonus beradi. Keyin sizlarga ko'rgan bo'lsalaring, Instagramda bot bor. Mana bu qaysi o'yinga jalla. Mana bu o'yinga pizdes bot bor. O'sha botni kim agar kommentariyaga kerak, menga kerak o'sha botni bering deb yozib ketsalaring, sizlarga tekinga beraman, короче. Bular keyin admindan keyingi qilayotgan ishimiz mana bu bot bor. Botga kirib start bosib qo'yamiz. Mana bu yerda MOSFET любойga, короче, asosda signal berilyapti. Berilib boshlaydi. Короче, admin, linebet. Короче, qaranglar, sizlarga hozir melbetnikini ko'rsataman. Shuni kirasizlar, start bosasizlar botga. Bu qaranglar, xbet, linebet, MOSFET любойga ishlaydi-da, короче. Yaqindan mana bu yerga ham qo'shamiz, adminni ham qo'shamiz. Qarang, start bosdilarmi? Mana bu yerda chiqaradi. Chiqargan. Qaranglar. Bilanding qo'yadi zali. Gandon. Ertaga ishlamay qolyapti. Boshcha bosilib ketyapti. Qo'tta qo'yish. Короче, mana ko'ryapsan, 1/1. Просто mana bu yerdan o'rta bosilib ketdi-da jalla. Zaten normal bot pizza ishlab beryapti. Botni eslab qo'yinglar bo'ldi. Tak bitta olamiz, da qaytarib pulni. Bella. Mana. Anasini 1 minutda pizzas